Assalomu alaykum. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi darsligimizda biz foydalanuvchilarni alohida profil sahifasini shakllantirish ko'rib chiqamiz. Ya'ni hammamiz dastur yasash vaqtida foydalanuvchilarga profil yasab berishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday yasaymiz? Foydalanuvchi qo'shib olaman o'zimga. Demak, Ibrat No Code School, demak, ism familiya Ibrat, rol demak admin. Endi juda ko'pchilik o'sha birinchi foydalanuvchilar shakllantiradi. Bu yoqda rol qo'shish imkoniyati bo'ladi. Endi alohida yasab olish uchun biz bitta sahifa ochamiz. Mana bu datani tagida views qismidan bitta sahifa ochamiz va profil degan sahifa ochaman. Bu joydan demak foydalanuvchini tanlaydigan bo'lsam, bir nechta foydalanuvchilar tanlanib qoladi. Detal tanlaydigan bo'lsam ham o'sha foydalanuvchilar joylashuviga qarab turli xil foydalanuvchini birinchisini olib beradi. Deylik, men ba'zida 3-chi foydalanuvchi bo'lsam ham, detalda birinchi foydalanuvchi chiqib qoladi. Shuning uchun biz foydalanuvchilarga kirib, slice ochib olishimiz kerak. Ya'ni profil degan slice ochaman va shartiga yozishim kerak. Email teng bo'lsin user emailga. User email degani bu hozir dasturga kirib foydalanayotgan email hisoblanadi. Ya'ni bazadan o'sha emailni tortib keldi, bitta foydalanuvchini topib keladi bu. Va buni read only qilamiz. Read only qilganda mana bu profilda foydalanuvchi emas, profil tanlab qo'ysak, mana bizda akkauntimiz faqat tortib beradi. Buni endi chiroyli ko'rinishga keltirish uchun bitta birinchi yuqoriga ismimizni qo'yib qo'ysak va email adminimiz shunaqa ko'rinishda turadi. Va profilga, demak, profilga mos bir ikonka joylashtirishimiz mumkin. Bu nimaga kerak bo'ladi? Ertaga tizimimizda 20 ta, 10 ta, 5 ta dastur foydalanuvchi ishlatadigan bo'lsa, hamma o'zini profilini ko'rib turadi, istoriyalarni shu joyda ko'rishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sahifamga obuna bo'ling va imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.